Azizlar, mana bugun ustoz san'atkorlar Said Muxtorov, Ubaydullo Omon, Saidopam Rametova va ushbu loyihaning asoschisi Behzod aka Bahronov bilan birgalikda Yangi O'zbekiston G'ijduvon massividamiz. Bu yerda xudo xonadonlarga juda katta chegirmalar, bonuslar va xudo xolasa tez kunlarda ochilishi, ya'ni 12 dekabr onlayn taqdimot savdosi va 13 dekabr katta gala konsert shousi bilan barchalarni taklif etib qolamiz. Nima deysiz aka? Yangi O'zbekiston G'ijduvon massivi ajoyib manzara. G'ijduvon massivi. Bog'chalari bor, maktablari bor, do'konlari, oilaviy poliklinika hammasi bor. Umuman shahardan chiqmasdan maza qilib yashaysizlar. Behzod aka, bu hammaning oldida xalq oldida biroz qanaqa bonuslarga ega? Eng asosiy bonuslarni onlayn taqdimotda aytamiz, batafsil tushuntiramiz. 12 dekabr kuni. Xudo xolasa 8:00 da kechki payt onlayn taqdimotda tushuntirib beramiz. Katta aksiyalarimiz bor. Eng kattasini ayting. Moshinlar, uylar, xonadon xarid qilganlar uchun qo'yilgan, yutib olishlari mumkin bepul. Yana bitta narsani aytyaptilar, agar mabodo sizni qo'lingizda naqd pul yo'q, lekin siz uy olishni istaysiz. Siz avtomobilingizni olib kelib, bemalol uy to'lovini pulni o'rniga avtomobilingizni berib, qimmatroq narxda berib, Ko'cha narxidan qimmatiga olamiz. ko'cha narxidan qimmatiga olib, uyga barter sifatida ishlatishingiz mumkin. Bitta Damaz'ni berib, bitta Damaz ham yutib olsa bo'ladi. Bitta Damas berib, Damasni ikkita qilib yutib olishingiz mumkin. 13 dekabr kuni yulduz san'atkorlar bilan xudo xolasa ustozim Ubay akam, Said opam hammalari bilan birgalikda va xalqimizning suyukli, atoqli, e'zozda bo'lgan yulduz san'atkorlar bilan mana shu Yangi O'zbekiston G'ijduvon massivida gala konsert, bepul konsert tomosha qilishingiz mumkin va ushbu loyiha bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. Aksiyalarimizdan bittasini aytib o'taman. Aksiyada yana qiziq, aksiyaning ichida aksiyami deyman. Aksiyani ichida aksiya haqiqatdan ham xudo xolasa birinchi kelgan bosh to'lov qiladigan mijozlarimiz 5 tasiga 120 million to'lov evaziga xonadon patkulish holatda, keyin hamma jihozlari, mebellari, spalniy, oshxona mebeli, umuman parda gilam hammasi bizning o'zimiz hisobimizdan qilib beriladi. Qo'ldan boy bermang, aksiyani bombasi chisti G'ijduvonchasiga aksiya bo'ldi. Juda zo'r. U aksiyada misol uchun bir xonali uyimizda 120 million to'laydi-ku. Shunaqa narximiz arzon qilib beriladi. Oylik to'lovi taxminan 650 ming so'mga tushadi. Eshityapsizlar? 120 million so'm pul to'laysiz. Ichida parda, gilam hammasi bilan bir xonali uy uchun aytyapman. Oylik to'lovi atigi 650 ming so'm. Rus tili repetitorda oyiga bolangizga beradigan pul. 13 dekabr barchalarni Yangi O'zbekiston G'ijduvon massiviga kutib qolamiz. Gala konsert, keling. Ma'lumotlar shu yerda olasiz. Birinchi mijozlar uchun bomba aksiyalar. BBS Holding, nurli kelajak sari.